Hammasi bepul do'stlar. Mutlaqo tekin. Ko'rdilaringmi shu videoda? O'tkazib yuborishdan Xudodan hayo qilinglar. Bepul bo'lishligida xizmat qilishingiz uchun bitta laykingizni ayamang, hurmatli YouTube ahli. Lekin oddiy xalq bozorga chiqadigan bo'lsa 300 mingdan ortiq qoladi bu narsalarni. Bitta popkasiga. Ro'zg'orimni qilamanmi? Dori-darmonimga qilamanmi? Kiyimimga qilamanmi? Kommunal to'lovimga qilamanmi? Qaysi biriga qilaman deb ulgutolmayotgan oilalar bor. 5000 bo'lsa ham tushirishga qizg'onmang, uyatmang. Nimaga? Mana shu ishlar ko'pchilikni 5000 tashagani bilan bo'lyapti. Alloh taoloning kalkulyatori biznikidan ancha yaxshi ishlaydi. Aliment olar 600 ming, 400 ming so'm olyapti. Nomard erkaklar bor. Qorovullikka ishga kirib oladi, joylab oladi, 200 ming so'm, 300 ming so'mdan aliment to'laydi. Bir kun non yesa, bir kun yemaydi. Mana shunday qilib ro'zg'or o'tkazayotgan oilalar bor. Onajon, nimaga meni oyoq kiyimim o'tgan yilgi, nimaga popkam yirtilib ketgan bo'lsa ham tikib beryapman, taqiyapman, o'rtalarim yangi oldi degan narsalar gapiradi. Hurmatli YouTube ahli, Alloh taolodan so'rayotgan duolaringiz bordir. Bitmayotgan ishlaringiz bordir. Yechilmayotgan tashvishlaringiz bordir. Mana shularning yechimini, tashvishni javobi mana shu yerda. Yechimi mana shu yerda. Nimada? Zakotchi boylar bordir. Zakotimni kimga beraman? Mana zakotning eng joyi. Ehsonning joyi kerakmi? Mana. Yoki siz qidiryapsizmi ehsonim qayerda? Mana o'sha o'rni do'stlar. Borini gapirdim. Qalbimdagi hamma gapni gapirdim. Yuragimdagi hamma narsani yozdim. Faqat bunga ishonishingiz va qo'shilishingiz qoldi xolos do'stlar. Ko'rib turgan hamma maktab o'quv qurollari 2-sinfdan 8-sinfgacha hammasi bepul do'stlar. Mutlaqo tekin. Kimga? Yetim bolajonlarimizga, otasiz bolajonlarimizga. Xabarlaring bor. Biz birgamiz jamoasi vaqf fondiga qarashli mana shu o'quv qurollarni, maktab o'quv qurollari ichida, sumkaning ichida 24 xil, 25 xil mahsulot jamlangan hamma o'quv qurollari bepul do'stlar. Bepul bo'lishligi uchun, bepul bo'lishligida xizmat qilishingiz uchun bitta laykingizni ayamang, hurmatli YouTube ahli. Ko'rib turgan bo'lsangiz, bee'tibor qolib ketishdan Xudo saqlasin. Bee'tibor qoldirib ketishlikdan Xudo saqlasin. Rahmonning gapiga kiringki, Alloh taolo Qur'oni Karimda aytdi: "Hal jazaul ihsana illa al-ihsan." Ihsonning mukofoti faqat ihson dedi. Like bossangiz ham ihson do'stlar. Mana bizni profilimizga ko'ring. Biz faqat yaxshilik ulashamiz. Demak, siz yaxshilikka sherik bo'lyapsiz. Ko'rib o'tiribsizmi? Like bosyapsizmi? Demak, siz yaxshilikka ergashyapsiz. Lekin shaytonning bunday niyati yo'q. Shayton alayhillana siz bilan bizni yo'ldan urishni xohlaydi. Siz bilan biz savobli amal qilmasak, qanchalik tanazzulga uchrasak, qanchalik tubanlikka ketadigan bo'lsak, shayton shuncha suyunadi. Rahmon g'azablanadi. Shunday ekan do'stlar, hurmatli YouTube ahli, bizni Instagramda ko'rayotganlar juda yaxshi biladi. Ma'rifiy ijod qilamiz, odamlarga yaxshilik ulashamiz va shu bilan birgalikda vaqf fondi xodimlari sifatida yetim bolajonlarimizga xizmat qilamiz. Qiynalgan yurtdoshlarimizga xizmat qilamiz. Demak, shunday ekan yaxshilikka ergashing, yaxshilikka qo'shiling do'stlar. O'zbekistonimizni 12 ta viloyatini aynalyapmiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi bilan 13 ta. Kimga? Yetim bolachalarga tarqatyapmiz. Siz ham hissa qo'shing do'stlar. Siz ham ozgina hissa qo'shingki, yetimlar xursand bo'lsin. 5 ming, 10 ming, 20 ming tashayapti shu xalqimiz. Shu o'zbeklar, mana shu musofirda yurgan do'stlarimiz, mana shu bemor yotgan odamlar, ishi yurishmayotganlar, befarzandlar, Xudodan qalbida niyat qilib turibdiki, bir duolari bor, bir bitmayotgan ishlari bor. Xudodan so'rashyaptiki, Xudo mana shu ehsonim sabab meni mushkulimni oson qilgin. Ya Robbiy, men ehson qilyapman. Yetimlar xursand bo'lyapti. Ularning duosi sabab, ularning xursandchiligi sabab menga ham shirindan shakar farzandlar bergin deb yurgan onalar, otalar ehson qilyaptiki, mana shunday saxovatli ishlarimiz yuryapti. Yoki o'zi qarz bo'lib turibdi. Qarzimga Xudo najot bergin, ozgina ehson qilayki, men san tomon yurayki, san menga najotlar bergin deb Alloh taolodan duolar so'rab ehson qilyapti va buni mukofotini, buni ijobatini ko'ryapmiz. Profillarimizda ko'rishingiz mumkin. Qarzdor bo'lib turib, ehson qilib turib, qarzidan uzilganlar qancha bo'lyapti do'stlar. Yoki bo'lmasam bemorlar yotibdi. Xudo ehsonim sabab menga shifo bersa deyapti va boshqa. Sizni ko'rib turgan hurmatli YouTube ahli, Alloh taolodan so'rayotgan duolaringiz bordir. Bitmayotgan ishlaringiz bordir. Yechilmayotgan tashvishlaringiz bordir. Mana shularning yechimini, tashvishni javobi mana shu yerda. Yechimi mana shu yerda. Nimada? Yaxshilikka ergashishlikda. Ehsoningiz bormi? Xudo bergan ozgina summangiz bormi? Hozir menimcha plastik kartam yo'q deydigan odam bo'lmasa kerak.
Ko'rib turibsiz. Plastigingizda ozgina ehsoningiz bo'lsa, bizga yo'llanki, siz sababsiz ehsoningiz sabab bitta odamga sumka kelib qolsa, bitta odamga qalam kelib qolsa, bitta odamga daftar kelib qolsa, bu sadaqa joriya. Qancha ilm oladi. Mana shu ilmi bilan musulmonlarga, vatanga xizmat qilar ekan, inshaalloh biz bu dunyoda bo'lsak ham, o'tib ketgan bo'lsak ham, inshaalloh najoti, yaxshiligi savoblari yetib keladi. Do'stlar, 2-sinfdan 8-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarimizga, o'g'il-qizlarimizga maktab o'quv qurollarini qildik. Sumkani ichida hamma yo'q bor. Mana bir boshdan joylash, upakopka ishlari bo'lyapti do'stlar. 2-sinf, 4, 6, 5 hammasi bor. Eng zo'r narsalarni qildik. Eng chiroyli narsalarni qildik. Hozir erta kunda nimaga boshladilar endi ishlay mumkin. Hozir iyul oyida turibmiz. Bizni tashvishimiz yo'q. Siz bilan bizni tashvishimiz yo'qdir. Nimaga? Cho'ntagimizda ozgina pulimiz bordir. G'amimiz yo'q. Ertaga maktab yaqinlashsa farzandlarimizni olib chiqamizda eng yaxshi narsalar tanlab uyimizga yetalab olib kirib ketamiz. Lekin do'stlar, shuni yaxshi unutmanglarki, biz kiradigan xonadonlarda bunday tashvishning kattasi bor. Qanday tashvish? Onalar, otasiz qolgan yetim bolajonlarning onalarining yuragida tub-tubida shunday tashvish borki, maktab yaqinlashyapti. Ro'zg'orimni qilamanmi? Dori-darmonimga qilamanmi? Kiyimimga qilamanmi? Kommunal to'lovimga qilamanmi? Qaysi biriga qilaman deb ulgutolmayotgan oilalar bor. Biz ana shularga kiryapmiz. Ular bu oyda ro'zg'orlik qilsinmi yoki maktab o'quv qurollari qilsinmi? Bitta maktab o'quv qurollari 250 ming, 300 mingga taqaladi. Xo'p, bizniki 250 ming so'mga bityapti bitta maktab o'quvchini sumkasi. Nima uchun? Biz joyidan olganligimiz uchun, optim narxlarda olganligimiz uchun. Lekin oddiy xalq bozorga chiqadigan bo'lsa 300 mingdan ortiq qoladi bu narsalarni bitta popkasiga. Endi bu otasiz onajonlar, bolajonlar onalari qancha topyapti? Mana bizga murojaat qilyapti. Aliment olar 600 ming, 400 ming so'm olyapti. Nomard erkaklar bor. Qorovullikka ish kirib oladida, joylab oladida 200 ming so'm, 300 ming so'mdan aliment to'laydi. Nomard erkak bular. Lekin bu bolalarning Xudo rizqini beryapti ekan, o'zidan o'zi onalar qayerdan olsin, toldan tutdan qilib, bir kun non yesa, bir kun yemaydi, mana shunday qilib ro'zg'or o'tkazayotgan oilalar bor. Buni biz ko'zimiz bilan ko'rganligimiz uchun aytyapmiz. Endi eng zo'r narsalarni qildik. Nimaga o'sha bolajonlar ham aytmasinki, qalbida tub-tubida niyatida bo'lmasinki, meni otam bo'lganda zo'r narsalar qilib berardi. Meni otam bo'lganda balkim qiynalmasmidik degan tushunchalar bor. Bu go'day, hech narsani bilmaydi demang. Ular aqli yetadi. Atrofdagilarni ko'radi. Onajon, nimaga meni oyoq kiyimim o'tgan yilgi, nimaga popkam yirtilib ketgan bo'lsa ham tikib beryapman, taqiyapman, o'rtaqlarim yangi oldi degan narsalar gapiradi. Faqat ko'rishimiz kerak xolos. Mahallangizda bordir. Shuning uchun do'stlar, birinchi safarimiz Samarqandga bo'ldi. Instagram sahifamizga kiring. Biz birgamiz profili ostida hamma narsani yorityapmiz. Nech puldan oldik, bitta sumkaning ichiga nima tushyapti, qayerlarga boryapti, kimlarga berilyapti. Hamma batafsil yoritilgan. Instagramga kirib ko'ringlar, biz birgamiz. Samarqandda 150 nafar yetim bolajonlarimizga xizmat qildik. Ularning duosini oldik. Va ularning barakotini inshaalloh biz kutyapmiz. Xudo najot beradi. Endi ikkinchi bo'lib Andijonga yuryapmiz. Andijonlik bolajonlarni, otasiz bolajonlar xursand qilgan. Endi siz ham bizning safimizga qo'shiling. Borini gapirdim. Qalbimdagi hamma gapni gapirdim. Yuragimdagi hamma narsani yozdim. Faqat bunga ishonishingiz va qo'shilishingiz qoldi xolos do'stlar. Kirib profilimizda, Telegramda ham biz birgamiz desalaring chiqadi. Instagramda asosiy katta kanalimiz bu Abdulhakim Qori, o'zimning profilim. Ma'rifiy suhbatlar bo'ladi. Undan manfaat olishingiz mumkin. Nayinki bizga obuna bo'lingki, faqat yaxshilik, faqat jannat tomon yetaklanadigan qadamlar inshaalloh. Endi shunday ekan, mana oddiy misol. 4-sinf popkasini ichidagi narsalar bor. Nima? Ovqat idish. 4-sinfgacha bo'lgan bolajonlarga ovqat idish ham qo'shdikki, ular chunki gurpada qoladi, qorni ochib qoladi, ichiga non, shkalati bo'ladimi, pechenye bo'ladimi, solib ketadi-da, maktabda qorni ochib yeb oladi. Mana termiz, ham yozgi, ham qishki bemalol suvlarini quyib ketishlari mumkin. Eng yaxshilaridan olyapmiz do'stlar. Oddiy narsa bo'lgani yo'q. Penallarimiz, daftar, ruchka qalam, nam salfetka, vlajnik, plastring, xil qalamlarda ham yaxshi yumshoq yozadiganini olyapmiz. Bo'yoq, mana bu yerda xil qog'ozlari bor. Bularni ham eng yaxshisini olishga harakat qilyapmiz. Rasm daftar, chizg'ich, mana bu lav kitoblarni qo'yib bemalol o'qishadi. Chunki bular ilm olib, vatanga xizmat qilsin, musulmonlarga xizmat qilsin. Doktor bo'lsa, eng zo'r doktor bo'lsin.
Melisa bo'lsa eng zo'ri bo'lsin. Nainki qaysi kasbni egallamasin, eng zo'ri bo'lib yetishsin. Ozgina maktab o'quv quroli yetishmasligi sabab ular ilmdan qolib ketmasin, bebahra qolmasin. Shuning uchun xizmat qilyapmiz do'stlar. Bizning maqsadimiz katta. Daftarlar 10 tadan 20 ta, bu 12 varaqlik ham shuncha. Mana plastrin doska, kitob jild, daftar jild, nainki popkalarda ham eng yaxshisini olyapmiz. Do'stlar, faqat safimizga qo'shilishlaringki qoldi xolos. Pulingiz yo'q bo'lsa like bilan. Mana shu videoda Telegram guruhlaring bor, qarindoshlar guruhi bor. Oshna og'aynilar, mahalladagilar guruhi bor. Oshirib olinglarki, sizlar sabab birov ehson qilib qolsa, Alloh taoloning hisobida siz ham o'sha ehson qilganlik hisobiga erishasiz. Chunki siz yaxshilikka qo'shildingiz, yaxshilikka dalolat qildingiz. Alloh taoloning kalkulyatori biznikidan ancha yaxshi ishlaydi. Shunday ekan do'stlar, safimizga qo'shiling. 5000 bo'lsa ham tushirishga qizg'onmang, uyatmang. Nimaga? Mana shu ishlar ko'pchilikni 5000 tashagani bilan bo'lyapti. Shunday ekan, safimizga qo'shilinglar, batafsil ko'ringlar, obuna bo'linglar. Ko'rdilaringmi shu videoni? O'tkazib yuborishdan Xudodan hayo qilinglar. Safimizga qo'shilganlarga Alloh taoloning rizoligi bo'lsin. Qo'shilmaganlarga Alloh taolo insof bersin. Agar ehsoni bo'lib turib qilmayotgan bo'lsa, qalbiga yaxshilik solsin, ular ham bizning safimizga qo'shilib najotlarga erishsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni ko'rib turgan tadbirkorlar bordir. Zakotchi boylar bordir. Zakotimni kimga beraman? Mana zakotning eng joyi. Ehsonning joyi kerakmi? Mana. Yoki siz qidiryapsizmi ehsonim qayerda? Mana o'sha o'rni do'stlar. Ehsoni borlar, bizga aloqaga chiqing. Zakoti borlar, aloqaga chiqing. Shahringiz yetimlarga tarqatamiz. O'zimiz uchun so'ramayapmiz. Xudo uchun so'rayapmiz. Mana shu bolalar uchun so'rayapmiz. Erta kunda boshlaganimiz sababi avgust oyi, sentyabr oyi kelgunigacha ulgurmay qolamiz. 12 ta viloyat bo'yicha boshlashimiz kerak. Shuning uchun do'stlar, zakotchilar, boylar bo'ladigan bo'lsa, bizga tezroq aloqaga chiqinglar. Ehsonlarni o'z o'rniga yetkazishda biz xizmat qilib beramiz.